يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبلا. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Xattabi Qur'onliq qo'zg'alon harakatlarining doisi nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. 6-qism. 3-bob. Xattabining jang boshlashi. Biz haqiqatga quvvat bilan kuch qo'shmasak, haq zoya bo'lib ketish girdobida berib qolgan zamonda yashayotimiz. Har bir kishining mas'uliyat tuyg'usining yo'qligi ve başkalarının iş başlap verişini kütüş mağlubiyetke sebep buludu. Abdülkerim Xattabi. 1. Rifta elip verilgan jang basqıçları. İspanya güçlerinin işgaleti birla basqıçta bolgan emas. Şundaqla Rif rayonunu biroqla işgal qılıvelangan emas. Belki işgaliyet İspanlar devletinin şaraitida besip ötken iqtisadi, siyasi sharoit va Rifdagi xalqlarning zulmga qarta ojiz yoki kuchlikligi qarta bo'lgan. Shuningdek, har qanday bir harakatning ba'zida tez ilgirilishi, ba'zida asta ilgirilishi sharoitlar tufayli bo'ladi. Shuning uchun biz bu janglarni 3 bosqichga bo'lib tushuntirdik. Birinchi qatimliq Rif jangi 1893 yildan 1894 yili oralig'ida Meliliya chegarasida boshlanib, Mag'ribda hokim bilan sulh tuzib oxirlashgan. Ikkinchi qatimliq Rif jangi 1909 yilidan 1914 yili Rifning g'arbida boshlanib, uningga Sharif Muhammad Amziyan qo'mondonlik qilgan. Üçüncü qatimliq Rif jangi 1921 yildan 1927 yili Rifning hammasida partlagan bo'lib, Xattabi qo'mondonlik qilgan va Rif davlatini qurgan. Bu 3 qatimliq jangni tafsili tushuntirilishi. Birinchi qatimliq Rif jangi 1893 yili bo'lgan bo'lib, Amerika jangi degan nom bilan mashhur bo'lib, Meliliya hokimi ispanlik general Juan Garcia Makerga nisbat berilgan. Bu jang Rif qabilalari bilan ispan kuchlari o'tirsida partlagan bo'lib, ispanlar Meliliya zaminlarini egallab olmoqchi bo'lgan. Bu jang Mag'rib hokimining 1894 yilidagi ispanlarning jangda tortgan barliq ziyonlari to'lab berish shart qilingan ahdnomaga qo'l qo'yish bilan oxirlashgan. Ikkinchi qatimliq Rif jangi. Bu jang Said Musa rayonida 6 ispan ishlamchining o'ldirilishini orqa ko'rinish qilgan bo'lib, 1914 yili 1-Dunyo urushi sababli to'xtab qolgan. Bu mezgilda Sharif Muhammad Amziyan 1912 yili chegara atrofida jihad harakatlariga qo'mondonlik qilgan bo'lib, uning buyrug'i ostida uchirgan yerdagi İspan kuchlariga hujum qilish bilan birga Vadi Kart zaminlariga beqinmaydigan qabilalarga qarshi hujum uslubida davomlashgan. 3-chi qatimliq Rif jangi. Mutlaq qilib aytganimizda Mag'rib tarixidagi eng shiddatli va eng mashhur jangdir. Buni qahramonimiz Muhammad Abdulkarim Xattabi o'z bayrog'i ostida ko'plagan Mag'rib qabilalarini to'plagandan keyin boshlagan. Bu jang İspanlar 1920 yili G'arbiy Shimol Titvandan Sharqiy Shimol Anvalgacha besib olgandan keyin boshlangan bo'lib, bu jangning oxiri Tarjist qo'ldan ketib, Xattabi 1926 yili taslim bo'lganda rasmiy yo'sinda oxirlashgan. Bu haqda keyincha tafsilga to'xtalamiz. 2. Xattabining ispanlar bilan bo'lgan munosabatidan to'qinishigacha. Tarixshunoslar birdak Xattabining hayoti 1913 yilgacha ispan tajovuzchilari bilan tinch holda yashaganligini xotirlaydi. Shunlashqa tajovuzchilar orasidami o'ziga yarasha o'rni va martabasi bo'lgan. Bularning hammasi Xattabi o'qituvchilik va qozilik xizmati qilish jarayonida hosil bo'lgan. İspanlarning gazetlaridagi Meliliyada uning madras ochganligiga qarta yozmalarimi ijobiylik tusini olgan bo'lib, 2 qatam ispan fuqarolik kinishkisi talab qilgan bo'lsa-mu, vatandoshlikqa qabul qilinmagan.
Shuningdan keyin 1915-yili bu rad qilinish to'qinishga qarab mangan bo'lib, buning ikki sababi bor. Birinchi, İspan işgaliyetining cho'ng ko'lamda kengayib menishi. Boshda ishg'oliyat shimoliy sohilning asosliq bazalarining atrofiga markazlashgan edi. Bu ishg'oliyat Birinchi Dunyo urushi oxirlashgandan keyin bevosita boshlangan edi. 1910-yili va 1915-yillar orasida Mag'rib shimolida İspan askarlari va istiqomlarining ko'payish natijasida har qaysi qabila boshliqlari va Abdulkarim Xattobiy dadasining rahbarligida cho'ng qarshilik ko'rsatish harakatlari maydonga chiqdi. Keyincha bu harakatlarni ishg'oliyatga qarshi ko'krak kerib maydonga chiqish va qarshilik ko'rsatish holatiga taraqqiy qildirdi. Xattobiyning ifodasimi ispanlar tarafidan besivilingan Mag'ribning ijtimoiy muhitini va boshqarish sistemasini muvofiqlashtirish sharti ostida Fransiya himoyasini qabul qilish pozitsiyasi dadasining pozitsiyasi bilan o'xshash edi. Ikkinchi, Xattobiyning 1915-yili ispanlar tarafidan qo'lga ilinib turmaga tashlanishidir. Xattobiyning qo'lga ilinish sababi haqida manbalar xil-muxil qarashda bo'lsa-mu, lekin ishg'olchi kuchlarning sud tanqidi va Birinchi Dunyo urushida Germaniyaning Turkiya maydonini qo'llashi va dadasining ispanlarga qarta siyosatining o'zgarish qatorliq masalalar ishg'ol kuchlarining qinini qizitishga boshlagan. Shundaqla Fransiyaliklar Xattobiyning Germaniyaliklar bilan aloqa o'rnatganligini bayqab qolgan bo'lib, mushu ish ularning Xattobiyga shpiyonlik tuhmati chaplashga sabab bo'lgan edi. Bu haqda Xattobiy mundaq deydi: 1915-yili oliy qozilik vazifasi o'tayotgan mezgillarimda xatarlik bir hodisa yuz berdi. U bo'lsa-mu, mening Germaniyalik Francisco Farrell bilan bo'lgan aloqam sababli marshal Liotning xohishiga ergishib İspan kuchlari tarafidan qamoqqa ilinish qarori chiqarilishidir. Francisco Farrell Germaniyalik bo'lib, uning bilan bo'lgan munosabatim shuki, bu kishi agar men Mag'ribda Fransiyaga qarshi qo'zg'alon harakati qo'zg'asam, menga lozimliq mablag' va o'q-dori bilan ta'minlash fikrini bergan edi. Bu narsa mening uningdan Rifni har qanday tajovuzchilikdan qo'raydigan va Mag'ribdagi Fransiya qo'shini bilan kuch sinishadigan 4000 kishilik bir diviziya qo'shini qurishni talab qilishimning sababidir. Ondan ispanlar buni sezib qilib, meni harbiy kengashga o'tkazib berdi va qamoqqa elish qarori chiqarildi. Chunki men sotchining ko'z oldida ispanlar ishg'oliyatidagi rayonni qo'lga kirgizish uyum borligini keskin e'tirof qilgan edim. Xattobiy Meliliya shahrining markazidagi askariy gazarmaga qamalgan bo'lib, bir qancha qatim qochishga uringan. Bu jarayonda so'l puti sunib ketgan. Turmada 11 oy turgandan keyin mahkama barliq tuhmatlarni bekor qilgan va 1916-yili Meliliyada qozilik xizmatini yangidan boshlagan. 3. Qurolliq qo'zg'olon tayyorligi. İspan ishg'oliyati cho'nqurlab singish bosqichiga kirganda va İspan, Fransiya, Germaniya istixborot organlari o'zining mustahkamlik planining manfaatiga Xattobiy oilasi boshliq Mag'ribdagi jamoatlarni moyil qilish to'lqini ko'tarilganida Mag'ribdagi vaziyat sal murakkablashgan edi. Mana shundaq mustamlik siyosat bosqichida Xattobiyning yanada bu ijtimoiy va siyosiy zulmni his qilish tuyg'usi yetilgan va Mag'ribdagi mustamlika qarshilar bilan aloqa o'rnatishga boshlagan. Shuningdek, yana ishg'olga qarshi turishda lozimatlik o'q-dori, qurol-yarog' to'plashga boshlagan va Xattobiy oilasi va İspan kuchlari o'tirisidagi munosabat tinch yashashdan munosabat yiriklashga taraqqiy qilgan. Shunda qilib Xattobiy va uning bir tuqqani Muhammad Mudri 1919-yili Meliliyadan ayrilib Ajdirga, ya'ni ota-onasining yeniga qaytib keldi.
Haqiqatan general Silvestrinning Mag'ribdagi Ispaniya himoyasi rayoniga harbiy qo'mondonlik bo'lishi, qo'zg'olon harakat yo'linishini tezlashtirish roli o'ynagan edi. Buning sababi bu general o'zining siyosiy va diplomatiya qaror va faoliyatlarida nuqul harbiy askari yo'l tutilgan kishi bo'lib, u ba'zida Abdulkarimdan kelgan ba'zi ogohlantirishlarga pisand qilmaydi va ko'ziga ilmaydi. Balki rifliqlarni ayolmijaz va chuprandilar qatorida ko'rib, xiyolida ularni bu kurashda na askari, na siyosiy vazni yo'q deb hisoblaydi. Shunda qilib, Xattobiyning dadisi kurash uchun har jihatdan tayyorlik ko'rishga va Taparist rayonidagi vazi askari lagerga odamlarni to'plashga boshladi. Lekin 1920-yili o'z g'oya nishonini ro'yobga chiqarishdan burun vafot bo'ldi. Xattobiy dadasining vafoti haqida mundaq deydi. Dadamning kesili 20 kun atrofida davomlashdi. Ondan Ajdarda vafot bo'ldi. Ispanlar boshda dadamning vafoti Rifda cho'ng bir inqilob yoki qo'zg'olon qo'zg'aydi deb o'ylagan edi. Lekin undaq bo'lmadi. Rahmatlik dadam vafotidan ilgari bizni chaqirib mundaq degan edi. Navoda Rifni va haq huquqlarimizni qo'g'day olmasanglar, Mag'ribning boshqa joylariga ketinglar. Xattobiy qabiladan davlatgacha nomli kitobining avtorining deyishicha Abdulkarim vafot bo'lish oldida bolalarini yig'ib mundaq degan. Men sanoqli kunlargacha Rabbimga uchrashishim mumkin. Sizlarga vatanimizni qo'g'dashni vasiyat qilaman. Chunki ispanlar bizning va Allohning dushmani. Ular vatanimizni askarlarning nijis oyoqlari bilan mehnat qilmoqchi bo'layotdi. Sizlar bizning ularni razil maqsadidan qaytarish uchun qanchalik tirishchanlik ko'rsatganligimizni obdan bilasizlar. Shunlashqa mana bu diyorni barliq imkoniyatinglar bilan qo'g'dash muqaddas majburiyatinglar bo'lsin. Men xalqning qo'lida hech qanday vositaning yo'qligini obdan bilaman. Lekin bar toqatimizni chiqarishdan burun taslim bo'lmasligimiz kerak. Navoda mag'lub bo'lib, ispanlar bu rayonni ishg'ol qilib olsa, kayninglarda Mag'ribning kengri tuproqlari turibdi. Shu yerga panohlaninglar. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ispanlarga bosh egmanglar. Dadasining vafotidan keyin Xattobiy inisi Muhammadning hamkorligida kurash mash'ilini ko'tardi. Uning tunji qilgan ishi ispanlarni obdan o'ylanish va ishg'oliyatni to'xtatishga chaqirib xat yozish bo'ldi. Xattobiy bu haqda mundaq deydi. Men va bir tuqqanim ishg'olni to'xtatish uchun zo'r ishlarni qilishga qasamyod qilishdi. Dadamning vafotidan 2 kun keyin Ispaniya qo'mondonlik shtabiga bizga yurgizilayotgan qarg'ularcha siyosatlarni to'xtatish va biz bilan Rif rayonining taraqqiyoti va aminligining kafolatga ega bo'lishi qatorliq masalalarda to'xtamlashishni o'tirg'i qo'yib xat yozdik. Lekin buning qilchilikmi foydasi bo'lmagan edi. Chunki ispanlar allabirun Fransiyaliklar bilan birlikda Mag'ribni parchalab o'tish loyihasini tuzib bo'lgan edi. Xattobiy ispanlarning buningga ko'nmaydiganligini bilib va ularni o'ylanishga va tinch yo'l bilan hal qilish chaqiriqidan umid uzib, oxiri qabilasiga qaytdi va odamlarni yig'ishga boshladi. Darvaqa ularmo aktivlik bilan kurash o'tini yolqinjitishga va ispanlarga jihad qilishga bay'at berdi. Xattobiy bu orqali qisqa vaqtla ispanlarning beshiga tushgan baloga aylandi. Hurmatli anglovchilar, Xattobiy qurolli qo'zg'olon harakatlarining doisi nomli kitobning anglatishi bu yerda tugadi. Kelar qatim ko'rishguncha Alloh omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.